Masturaga qiyin bo'ldi-da. Onasidan ayrildi, eridan ayrildi, otasidan ayrildi. Buni ustiga uy yonib ketdi. Bitta odamga shuncha g'am tashvish ko'pmasmikin, ha? Ha, endi Alloh irodasi ekan. Sobir aka, bu nima? Pulmi? Bankka ketyapsizmi? Ha. To'g'ri qilasiz. Har ishini o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Hali doktordan o'tish kerak aka. Yaxshi qilasiz. Bu pul Mas'uraning yonib ketgan uyini qayta tiklash uchun. Ustalarni chaqiring, rais. Tushunmadim. Hammamiz yordam beramiz. Sobir aka, bu kunni necha yil kutgandingiz? To'g'ri. Lekin mushtipar qo'shdimmi? Boshiga musibat tushganda. Men hajga borsam, Alloh meni hajim qabul qilarmikan? Menimcha yo'q. Ustalarni chaqiring. Chaqiring.